Sizni fikringizcha brendingiz Big Boss'ga qanday qiymat qo'shadi deb o'ylaysiz? Brend bir-birini to'ldiradi deb o'ylayman. Ya'ni aytganimdek, bularni ham qo'yayotgan talabi, bularni ham mahsulotini olib kelishligidan, mahsulotni xalqqa taqdim qilishdan asosiy maqsadlari bizning maqsadimizga muvofiq. Ishlab chiqarishda eng ko'p e'tibor qaratadigan jihatlaringiz qanaqa? Halollik, birinchi o'rinda halollikka e'tibor qaratiladi. Va qolaversa sifatga, oziq-ovqat mahsulot bo'lganligi uchun gigiyenik talablarga, ya'ni tozalik talablariga e'tibor beriladi. Mijozlarimizga aytishingiz mumkin bo'lgan oxirgi 3 ta gapingiz. Mijozlarga o'zi hammaga ham yeyotgan taomiga e'tibor berishligini, bu narsa juda ko'p narsaga bog'liqligi, ya'ni taomni, luqmani halolligi, duolarning ijobati, farzandlar tarbiyasi juda ko'p narsaga bog'liq bo'lganligi uchun biz asosiy nimamiz yeyotgan luqmalarga qattiq e'tibor beriladi. Bizning eshigimiz doim ochiq, nima qo'shiladi, qanday ishlatiladi, ishlab chiqarish jarayonlarini ko'p aytganmiz. Xohlagan odam xohlagan paytda kelib tekshirishi mumkin. Biz hali firma siri yoki korxonaning o'zini siri degan narsa yo'q bizda. Kamoliddin aka, javoblar uchun rahmat. Salomat bo'ling.